oktobrdan boshlangan Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi qattiq siyosatlari davomida yuz berayotgan voqealiklar, buningda ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'urlarning hikoyalarini anlatib kelayotgan edik. Bizning oilamizmi, bizning xizmatlarimiz sababli Xitoy hukumatining tutquniga, besimiga, qo'pol muomalasiga, hatto tan jazolarga uchrayotdi. Xitoy soqchilari shu vaqtda bizning uydagilarni kelib qattiq avara qilishga boshladi. Boshlab dastlab akam bilan ko'rishib, ukangizda nima ish qiladi, qanday xizmat qiladi, sizlarga qachon telefon qiladi, telefonda nimalar dedi degandek shunday avarchilikni qilgan. Akam bilan ko'rish jarayonida u menga aniq demisimi, lekin uning ro'yxatdan qisilayotganligi, nihoyat qiyinchilikcha turayotganligini his qildim. O'tgan yil 5-oyda biz anglasam, bu kichik inimni shu saqchi o'rinlar olib ketibdi deb shunday angladik. Nima bo'pti deb so'rasak, bu milliy o'chmanlikka quturaqlik qilgan deb bir ayblanibdi. Mening inam bu yerda u bir do'kon ochdi. Bu do'konda faqat bu kitob sotadi yoki shu yerlik kishilarga bu xat bosadi. Mening bilishimcha, uning u bir milliy o'chmanlikka quturaqlik qilib hech qanday bir sharoiti yo'q. 2016-yil 5-oyda men ishga inimni tutib ketilganligini uqdim. Ular ketilib 4 oydan keyin menga xabar keldi-da. Bu xabarni shu Amerikaga kelgan biraylar berib keldi. Ishga inimni birisini Qashqardan, birisini Urumchidan aktivda 5-oyda deb. Shundan keyin men bular haqida ba'zi uchurlarni ilishtirishdim, ammo vaqt dadam hayotda. Dadamni bir narsa deb bermadi, onamni bir narsa deb bermadi-da. Bultu 9-oyda akam bilan enimni, kichik enimni kirib ketgan. Onun oldida o'ttiranchi enim 5 yillik kesilgan. Akam bilan enim o'ttiranchi enim kesilgan chog'da shu ahvolni menga bildirganlik uchun tutqun qilib, ular 1 yil qamoqxonada yotgan. Kesib etmoqchi bo'lgan, angacha Amerika hukumatining aralashishi bilan qo'yib berilgan. Qo'yib berilgan chog'da birisi 1 yillik, birisi 1,5 yillik kesilib, jazo muddatini sirtda ijro qilish uchun qo'yib berilgan. Men yaqin kunlarda tehi boshqa kanallar orqali shu bizning oiladan 16 kishidanki tutilganligini, ham tarbiyalash markaziga ilib ketilganligini uqdim. Faqat tarbiyalash markazi dedi, ammo bularning ichida kesilganlarning bor yo'qligini tehi bilmayman. O'tgan yili 10-oyga kelganda biz shu yerdagi boshqa bir urug' tuqqanlarning vasitasi orqali mening akamning tutilib Qumuldagi bir yig'ib olish lageriga qamalganligi, ham bu yerda siyosiy o'rganish qilganligi haqida xabar topshirib oldik. Chunki akam uzun mezgil ma'rif xizmati bilan shug'ullangan bir ma'rifchi edi, bir maktab mudiri edi. Shunga bu besim bevosita mening akamga kelgan. Ham dadam ilgari vafot bo'lib ketgachga apam uyda kasalman bo'lg'achqa, ular cho'ng akamni nuqta qilgan kelamdi. Mening oilamga kelsak, oilam bu yil, ya'ni 2018-yili 2-oyning 1-kunidan boshlab apam, dadam yana 20 necha urug' tuqqanlarimning Xitoy hukumati tarafidan bir kechida, ya'ni 2-oyning 1-kuni G'ulja va Urumchidan tarbiyalash markazlari va turmalarga ilib ketganligi haqida uchraldim. Shu vaqtning o'zida dadam doktorxonada davolanayotgan edi. Apam yengilatiqi butun operatsiya qilganligi sababidan doktorxonadan uyga chiqib aram olayotgan edi. Mushundaq kasal holatdagi insonlarga qilcha rahim qilmay turib Xitoy doiralarining bularni nega ilib ketganligi haqida hech qanday uchur olamadim. Uning oldida inim Qaysar, birdan bir qarindishim Qaysar Abduqayim, ya'ni 9-oyning 28-kuni Xitoy soqchilari tomonidan men sababli ilib ketilgandan buyon hozirgacha xabar yo'q edi. Bizning keyin anglag'imiz faqat shunda 2 oy o'tgandan keyin shu yerdagi sud mahkamasi inimga 6 yillik qamoq hukm qilibdi. Shu vaqtda bizning uydagilar bu sud mahkamasiga berib inim bilan ko'rishganda ben bularni qanday ekan deb so'rasam, u nihoyat o'riqlab bir teri bir ustagan bo'lib qolibdi deb shunday dedi. Demak, endi 2 oyning ichida shunday bo'lib qolgan bo'lsa, endi 6 yildan keyin bu yerdan saq chiqamdi, chiqmamdi biz buni bilmaymiz. Yani bir enim Urumchida, Urumchilik enimni 5-oyninki oxirlari aktivgan. 5-oyning 20-yillari bo'lsa kerak. U Abduqodir Juman. Bu enim bu 2-qatim turmaga kirishi, u enim
2009 yılı 5. yıl vakasından keyin turma kirgan, 3 aydan keyin, 4 aydan keyin qo'yib berilgan, ama hech qanday jinoyat atilmagan. Bu da onun ikinci kıtım kirişi. O şu 5 ayda Ürümçilik'e birinci tutup turuş merkezde. O ergiz muhalıkıdak Xitayla hazır davatkandak yığılış merkezi emasında. O asasen türmen birinci meçmen demiş orada. O inemni bazı dostları yoklap kep demiş. Kimler yoklap geldiğini bilmem ama onun bir 5-6 ayını aldı pek gep. Hazır hiç bir uçur gelmedi. Mening singlimning yo'l ishine kirib ketdi. Endi yaqinqi yanılqışımda akamning 2 bolasini, 2 o'g'lini kirib ketdi. Eng yaqinda hatta biz bu ahvolni xabar qilib bildirgandan keyin 2 enimning ayolini kirib ketdi. Shunda olganda jami 7 kishi hozir tarbiyalash, 6 kishi tarbiyalash markazida, birisi turmada. O'tgan yili 5. ayning oxirlari shu yerdagi saqchi o'rinlari bizning uyga berib turibdi saqchi. Ondan bu şu yerde nasılını depto sen bizden hozir rasmimizni tortib shu Amerikadagi akanga avatib bergan. Ular shuni unutmasin ki biz bu yerda xalq saqchilari bor. Sizning akangning tuqqanlarimi mishadi bor deb mush yerni debdi. Ham shuni qarab biz o'yladik, bu butunlay bir nihoyat yumshoq shakldagi bir o'chirish harakati deb shunday qo'yildi. 2015 yil bo'ldi. Bu şu G'ulja viloyatlik davlat bexatarlik idorasining odamlari bir kechasida opamning uyiga kirib G'ulja shahrida o'tirdi. Shu aqtirish bag'anligini keyin angladim. Men 1 yildan keyin boshqalardan angladimda, shunimi haqla telefonda opam bilan so'zlashgan vaqtimda menga deyishdi, qo'rqaplar ne demabdika. Kirib uyini ostin ustin qilib, shu vatvarigini chiqarib, putur rasmlarni aqtirib, oldigan narsani ilib aşında kılıp uydikilerini şunda apamla çok korktu ki özünün yürek kesildi. Aşında açacak gepti apamın o gelgen sakçılar bilen zakıllaşıplar bilen aşağıda ağırıp kılıp doktorxanada bir ayda yetip çıkanlığını ki anladım özünün yürek kesildi. Keyin apama telefon qilsam, apamni shu jarayonda 3 qatam izlab kelibdi. Bir kashqurun tuyuqsiz uyda yolg'iz o'tirgan chaqda 2 ayol, bir Xitoy bilan bir Uyg'ur saqchi, unga bir ersaqchi 300 kirib, ta'tib aralash nurg'un gaplarni qilib, agar o'g'ling yana davomli mush xizmatni qilgan bo'lsa, yana bir ay telefon qilgan bo'lsa, sizlarning oqibatinglar yaxshi bo'lmaydi. Yama yeri endi mening dadam shu o'tgan yili oktyabrda tugab ketdi, oktyabrniki 18. Men 28 xabar topdim. Endirim dadamning tugab ketganidan xabar yo'q. Mening yuragimni ezdiraydi. Ular o'zining balkim Qashqarga enim dadam bizning uydan aralığı yarım saatlik, 1 saatlik aralıkta olsun ama hazır kekçi o dadamın tugab ketganligini. Men bilmaydim, mushning o'zi bek ishonchli bir ahvol. Endi ularning taqdiri nima bo'ldi? Buni men haqiqatan hozir hech qanday uqishira olmadim. Odamlar haqiqatan andishaga soldi. Opam nima bo'lib ketdi? O'zimning oilasidagi tog'amningki bolalari nima bo'lib ketdi? Bu odam ishongisi kelmaydigan bir vaziyatga kelib qoldi bu ahvollar. Bunun için dünyada birisi çıkıp, bilim deyiş gerek bunun.